Hozir men sizlarga Naruto animesidagi top 5 ta eng kuchli qahramonlarni aytib beraman. 5-o'rinda Itachi. Strategiya va illyuziya bo'yicha unga yetadigan yo'q. Agar Itachi sizga bir marta qarasa, tamom, o'sha joyning o'zida sizni genjutsu olamiga tushirib qo'yadi va sizni osonlik bilan mag'lub qilishi mumkin. Shuning uchun uni ko'p Naruto tomoshabinlari Daho hamda genjutsu qiroli deb atashadi. 4-o'rin Madara. Bu ismni eshitgan har qanday shinobi va Kage ham qo'rquvga tushgan. Hattoki u bir o'zi minglab jangchilarga qarshi tura olgan. Janglarda esa har qanday jutsulardan taijutsu, ninjutsu, xoh genjutsu bo'lmasin, a'lo darajada ishlata olgan. Kuchli uchlikni Sasuke ochib beradi. Undagi ko'zlar va tezlik har qanday raqibni bir deganda yo'q qilish imkonini bergan. Anime bosh qahramoni Naruto bilan oxirgacha tengma-teng urusha olgan yagona ninja bu Sasuke bo'lib qoldi. 2-o'rinda Naruto. Naruto Brain rejimiga o'tganda raqibni bir zarba bilan hayotiga yakun qo'yishi mumkin edi. Yoshlikda uni ko'pchilik tan olmagan bo'lsa-da, vaqtlar o'tib u buyuk ninja va Hokage lavozimiga erishadi. Va 1-o'rin Madarani hayratga solgan, 8 Gates'ni dahshatli darajada ishlata olgan afsonaviy qahramon Maito Gai. Bu qahramonda xuddi Uchiha yoki Uzumakilar kabi genetik qobiliyat bo'lmagan. U hammasiga o'z mehnati bilan erishgan. Taijutsuni mukammal darajada o'zlashtirgan. Bu bilan esa hattoki eng kuchli ninjutsu va genjutsu ishlatadigan shinobilarga ham qarshi tura olgan. Va Gai shunday qilib Naruto olamidagi tirik afsona bo'lib qoldi.